Farzandlarim uchun omega 3 glitsinni zakaz qildim. Bu ham halalni qizlar. Buni ichida 90 ta shtuk bo'ladi. Buni tugashiga yana boshqa zakaz qilaman birdaniga. Qizlar, buni menga yoqqan tarafi shunaqa zo'r foyda. Bahor kelyapti. Rossiyada bilasizlar, qish kecha sekin ketishi bo'ladi, bahor kelishi sekin bo'ladi. Immunitetlarni mustahkam qilish uchun miyaga, o'qishlarga yordam beradigan eng zo'r omegalardan biri. Bu chaynaladi qizlar. Xohlanglar bir kunda ikkitadan chaynab yesa bo'ladi, xohlasin shuni yutib yuborsin. 3 mahal ichsa ham bo'laveradi, lekin men aytamanda 2 dona yo bo'lmasa 1 donani berib qo'yaman. Zavtraqdan keyin D3 bilan chaynab yeyish oladi. Bundan oldin marmeladkalarni yeb, qishi bilan og'rimasdan juda ham yaxshi bo'lib chiqdi. Даже uyda kimiki mana vitrinkasi borlarga bordi, ating yana повторно og'risin deb, yo'q, og'rishmadi. Даже bir kun isitma chiqdi, ashunda ham всё. Istimasini tushiradigan dorini berdinglar, shu bilan yaxshi bo'lib og'rishmadi qizlar. Shuning uchun farzandinglar ko'p yo'talyaptimi, bo'yi o'smayaptimi, pamyatidami, qanaqa muammo bo'lmasa, hamma muammosini yo'q qilib beradi.